Meni bir kishi iltimos qildi. Borib Yosinni o'qib qo'ying dedi. Bir dodaga. Borsam, ko'rsam bitta katta, mana shunaqa bundan sal kattaroq xonada bir 30 ta ayol kirib olgan, hali otaxon og'ir bo'lib yotibdilar, qarsillab yotibdilar. Kirib olishgan, men aytdim, hammani chiqinglar dedim. Chiqinglar o'sha tashqarida duo qilib o'tiringlar dedim. Keyin derazalarni ochtirib, Yosinni o'qidik, duo qildik. Chiqayotganimizda o'g'illari Abdulla aka degan bola ekan, o'g'illari tikoda olib keladilar. Menga aytdilar, "Qora aka" dedilar, "Ha, asrda bo'lasizmi hali?" dedilar. Meni ertalab bo'layotgan ish. Aytdim, "Ha, nasib qilsa nima edi?" dedim. "Yo, odamlarni qabrlarini tayyorlatib qo'ydim, anaqa-manaqa. Mabodo bo'lmay qoladigan bo'lsalar, o'zingiz o'qib berasiz janozani asrda." Nima aytdim? "Hey, nima qiling, iymonlarini salomat qilsin, yaxshi qolsinlar, bunaqa." Oxiri vafot etdilar, bomdodga chiqarildi. Bomdodga. Men bomdodda o'zim o'sha yerdaman. Keyin bu kishiga o'xshagan bitta kichkina bola chiqdi. Vali bo'libdi. Men aytdim, "Ukam dedim, adangiz chiqsinlar, Abdulla akani chaqiring" dedim. Yig'layapti ana bular. Adangiz chiqsinlar desam, "Yo'q, adamni janozalari" deydi. Tushunman nima. Unchunchaga o'zimni yo'qotmaydigan, shokka tushmaydigan hali joyda o'zimni yo'qotdim. "Ukam, tushunmay, otingiz nima?" desam, "Abdurahmon" dedi. "Dodangizni men o'qigan. Ana dodam o'tiribdilar, yaxshi qoldilar Yosin o'qiganingda. Analar" deydi. Bu qarasam doda o'tiribdilar haligi ketdi bo'lgan doda o'tiribdilar. O'g'li o'tib ketdi. Ana o'zida ana menga asrda janozani o'qib berasiz otamni degan o'zi uni janozasini o'qidik, qarang.